Sanoatning rivojlanishi yangi energetika quvvatlarini talab qiladi. Shu bois prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda energetika tizimi izchil modernizatsiya qilinib, zamonaviy elektr stansiyalari barpo etilmoqda. Energiya tejamkor texnologiyalar joriy etilib, yirik investitsiya loyihalari amalga oshirilyapti. Navoiy issiqlik elektr stansiyasida quvvati 650 megawatt bo'lgan 3-chi bug' gaz energiya blokini qurish shular jumlasidan. Bugun O'zbekiston energetika salohiyatini yanada mustahkamlash bo'yicha ko'plab yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ana shunday loyihalardan biri Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 3-chi 650 megawatt quvvatga ega bo'lgan bug' gaz qurilmasining bunyod etilishi hisoblanadi. Ayni paytda ko'rib turganingizdek, qurilish ishlari jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Yangi quvvatlarning ishga tushishi natijasida energiya tizimiga 4,8 milliard kilovatt soat elektr energiyasi qo'shiladi. Mazkur yirik loyihani amalga oshirishda dunyoning eng yetakchi kompaniyalari jalb etilgan bo'lib, asosiy va yordamchi qurilmalar Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Koreya va boshqa mamlakatlardan olib kelingan. Loyiha doirasida kompaniyamiz gaz va bug' turbinalari, issiqlikni qayta tiklash qozoni, havo orqali sovutish tizimi va boshqa asosiy jihozlarni yetkazib bermoqda. Bugungi kunda loyiha elektr energiyasini joriy yilning o'zida ishlab chiqarishni boshlash maqsadi yo'lida jadal bosqichga kirgan. Barcha qurilish va montaj ishlari belgilangan reja asosida davom etmoqda. Mazkur loyiha eng so'nggi avlod texnologiyalari asosida barpo etilmoqda. Yangi energiya bloki ishga tushirilgach, elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yanada ortadi. Yoqilg'idan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada yaxshilanadi. Respublikamiz miqyosida elektr energiya bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Shu bois hurmatli prezidentimiz tomonidan bir necha tashabbuslar bildirildi hamda qarorlari bilan 3-chi bug' gaz qurilmasi Navoiy elektr stansiyasida qurilishi amalga oshirilmoqda. Qurilish tugagandan keyin energiya sistemaga 600 megawatt qo'shimcha elektr energiya uzatiladi. Qolaversa, bu loyihada 200 gigakaloriya soatlik sanoat bug'i hamda Navoiy shahriga issiqlik ta'minoti ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda asosiy qurilmalar bu Mitsubishi tomonidan ishlab chiqarilgan hamda sohaga yetkazilib o'rnatilgan. Bu loyihani boshqa loyihalardan farqli tomonlari sovutish tizimi havoli ko'zda tutilgan. Bu esa suv tejamkorligiga olib keladi. Hozirgi kunda qurilish maydonida 4200 nafar xodim mehnat qilmoqda. Asosiy texnologik jihozlarning barchasi o'rnatildi. Ayni paytda yordamchi tizimlarni montaj qilish ishlari davom etmoqda. Loyihani yaqin vaqt ichida yakunlashni rejalashtirganmiz. Loyihada qo'llanilayotgan yangi texnologiyalar tufayli atmosferaga chiqariladigan gazlar tarkibidagi zararli chiqindilar miqdori juda past darajada. Shuningdek, stansiyada suyuq chiqindilarni to'liq tozalash tizimi joriy etilgan bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonidagi suyuq chiqindilarni deyarli to'liq qayta ishlash imkonini beradi. Ayni vaqtda biz loyihaning yana bir muhim nuqtasidamiz, ya'ni bu yerda o'sha bug' gaz qurilmasi tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini iste'molchilarga ishonchli va sifatli yetkazib berish maqsadida bu yerda 220 ga 500 kilovattli ochiq taqsimlash qurilmalari bunyod etilmoqda. Ayni paytda ochiq taqsimlash qurilmalari maydonida qurilish montaj ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Ushbu majmua yuqori kuchlanishli elektr energiyasini qabul qilish, taqsimlash va respublika elektr tarmoqlariga xavfsiz uzatishda muhim o'rin tutadi. Loyihada Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan eng zamonaviy yuqori kuchlanishli elektr uskunalar o'rnatilgan. Substation sahamizda 220 kV. Ochiq taqsimlash qurilmalari hududida 220 kilovatli va 500 kilovatli taqsimlash qurilmalari barpo etilgan. Bundan tashqari havo elektr uzatish tarmog'i ham barpo etilgan. U orqali elektr energiyasi asosiy tarmoqqa uzatiladi. Ushbu liniya jami 19 ta elektr uzatish tayanchidan iborat. Mazkur yuqori texnologik qurilmalar elektr ta'minotining ishonchliligi va xavfsizligini oshirish, avariyalarning oldini olish hamda energiya uzatish jarayonining uzluksizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Barcha asosiy binolarning qurilishi qariyb to'liq tugallanib, ichki pardozlash va muhandislik ishlari amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, mazkur yirik investitsiya loyihasi mamlakatimiz energetik xavfsizligini mustahkamlash, iqtisodiyot tarmoqlarining ortib borayotgan elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qondirish hamda aholini uzluksiz va ishonchli elektr ta'minoti bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yangi O'zbekistonda samarali energetika tizimini shakllantirish yo'lidagi navbatdagi muhim qadamdir.